Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, aka-ukalar, opa-singillar. Hamma zo'rmi? Fanihoyat 40 tonnalik zakasimizni xaltalab bo'ldik, xudo xolasa Toshkent viloyati Bo'ka tumaniga chiqaramiz. Kelishilgan narxlarda chiqarib beryapmiz. Mahsulotimizni ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu esa yangi ko'rayotganlar uchun bizni cho'lchang plantatsiyamiz. Xuddi shu yerda cho'lchang yordamida biogomuslarimizni ishlab chiqaramiz. Kimga biogomus kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Katta partiyada, katta ob'yomda izlab yurgan vatandoshlarimiz uchun qo'ldan kelgancha chiqarib beramiz. Mahsulotdan muammo yo'q. Kimga biogomus kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Mana bu tasvirda ko'rib turganingiz meni xonadonim. Men shu yerda istiqomat qilaman. Bizning manzil Jizzax viloyati Paxtako'r tumani, Navbahor sovxozi. Kelaverasizlar. Katta partiyada biogomus izlab yurgan vatandoshlarimiz bemalol. Juda zo'r holatda tayyorlab beramiz. Toshkentlik akamiz 1000 ta xalta jo'natgandi, 1000 ta xaltaga xaltalab chiqdik. Endi 50 kilodan qadaqlab berasan deganday qildi. 50 kilodan chiqib bersa juda katta yutuq bo'ladi. 40 tonna emas, 50 tonna atrofida biogomus chiqargan bo'lamiz. Nima bo'lsa ham 50 kilogramdan chiqib bersin-da. Akalar, mana biogomus o'zi holatini bitta siz azizlar uchun ko'rsatib beramiz. Qanaqa holat ekanligini. Rangiga e'tibor berasiz. Juda qop-qora tiniq holatda tayyorlangan. Bitta aybimiz bu safar karavot sitkasi eladik. Karavot sitkasi elasa ham ana ko'rishlaringiz mumkin. Juda zo'r holatda chiqdi. Kelasi yilgi hosillar uchun alohida 05 razmerda elak chiqarish niyat qo'ydik. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. ...2025-yilgi hosil uchun tayyorlagan mahsulotimiz xudo xolasa 2 ta fura 45-50 tonna atrofida bo'lyapti. Kimga shunaqa katta ob'yomda biogomus kerak bo'lsa bemalol o'zimga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. 33lik 343 0004 ism Sobir. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sifatli holatda biogomuslar tayyorlab beramiz.